Bitta like bosdi. Bizani ham mana shunaqa yoshlarga yetkazamiz. Shunaqa yoshlarga yetganda, ikki ham 90 bo'lyapti. gapi shunaqa yoshga yetganda radarlarga tushib yurishlar. Siz poygachi bo'lganmisiz? Ha, bir kilo benzinga 15 kilo havo to'g'ri kelish kerak. Proporsiya buzilsa, u vaqtda qo'shimcha havo haydaydi. Bu bittasi. Mana bakov aynalar ham olinadi. Kerak emas, bagaj kerak emas. Shamolni kesish uchun bakov olinadi. Bu shetilni promil qilish kerak. Ha, to'g'ridir. Bunaqa katalizatorlar kerak emas. Bu tartibga o'xshab ishlash kerak. 15% mashina kuchini gulshizga olib qoladi. Gulshizga promil bo'lsa 15% kuch qo'shiladi. Hozir ham mashina haydayapman. Hozir ham haydaysizlar. Ham radarga tushib qolsa, men nevaram gapirib Radarga tushaveradi. Oxirgi marta 120 bilan tushganlar. Tushuring, baraka toping, tushuring baraka. Tushurish kerak. Omad tilayman. Joningiz sog' bo'lsin. Qo'ygan sirini boshida haliga Fransiya olim borda, mashina foydalanish koeffitsiyenti. O'shani formula chiqarib tushuntirgan. Aktiv dvigatellar, reaksiya dvigatel bo'ladi. Bunda foydalanish koeffitsiyenti 30 ga bo'lmaydi. Reaktiv samolyot borku, unga 60 ga chiqadi. 60%. Ha, vaqtda. Buni hisob qilish kerak. Sog' bo'linglar. Hojiga joni sog'sin. Xursand bo'ldim. Hojiga. Hoji bo'vaman. Men yaqinda buni topib beraman osib qo'ydi. Voy, gap yo'q mana. Mehnat faxriysi bu juda kuchli narsa bu. Birinchi darajada.